Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Xalqimiz musulmon xalqi bo'lgani uchun hayotlarida diniy savollarga ko'p duch keladilar. Savollar tug'iladi. Shuning uchun mana bu suhbatimizda mana shunday xalqimizni savollariga javob berish niyatida ularni qaysi savollar qiziqtirishligini aniqlab turib mana javoblar tayyorladik. Shularni xalqimizga baxshida qilamiz. Avvalo Alloh subhanahu va taolo bizlarga iymon, islom ne'matini ato qilgani uchun beadad shukrlar aytamiz. Ota-bobolarimizdan tortib mana shu islom dinida qo'limizdan kelgancha farzu, vojibu, sunnatu, mustahab amallarga qo'limizdan kelgancha rioya qilib farzandlarimizni ham shu ruhda tarbiyalab kelyapmiz. Endi bu yerda juda nozik savol berilyaptiki, iymonni saqlab qolish. Musulmon mo'min uchun eng zarur, eng muhim vazifa bu mana shu iymonni saqlab qolish. Iymon o'zi nima desa, al-iymonu iqrorun bil lisan va tasdiqun bil qalb bima jaa bihi Muhammadun sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni iymon shunday narsaki, Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo tomonidan ummatlari uchun nimaiki narsani aytgan bo'lsa, yetkazgin deb. Ana shu Janob payg'ambarimiz keltirgan narsalarga til bilan iqror qilib, dil bilan tasdiqlash kerak. Iqrorun bil lisan va tasdiqun bil qalb deydi. Tilingizda aytgan narsani iqroringizni qalbingizda ham tasdiqlab turishingiz kerak. To'g'ri shudir. Demak, Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolo tomonidan yer yuzidagi bandalari uchun islom dinini ta'limotini yetkazishlikni buyurdi. Bu vazifa birinchi o'rinda Alloh taologa iymon keltirish. Mana buni bir nechta qoidalarini oldingi ulamolarimiz yozib ketganlar. Al-imanu billah val malaika val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi min Alloh taala val ba'si ba'dal maut. Asosan qaysi narsalarga iymon keltirib ishonish kerak? Birinchi o'rinda nimaga iymon keltiramiz? Nimaga ishonch hosil qilamiz? Alloh subhanahu va taoloni borligiga va birligiga. Alloh taolo bor va bir yakkayu yagonadir deymiz. Ikkinchi, uni farishtalariga iymon keltiramiz. Insondan oldin Alloh subhanahu va taolo farishtalarni yaratgan. Ana ulardan keyin Odam alayhisalomni yaratib, mana to qiyomatgacha Bani Odam alayhisalomni zurriyotlari davom etadi. Yana nimaga iymon keltirish kerak desa, farishtalarga iymon keltirdik. Farishtalar Alloh taoloni buyrug'ini bajaradigan xodimlar ular, malaklar. Malak so'zidan olingan. Mana shu farishtani arab tilida malak deyiladi. Uni ko'pligi maloika. Yana nimaga iymon keltirish kerak desa, val qadari khayrihi va sharrihi min Alloh taala. Alloh taolo bandalari uchun taqdir yozib qo'ygan. Bu dunyoda nima ishlarni qiladi? O'sha ko'radigan hayotida yaxshiliklarni ham ko'radi, zararli yomonliklarni ham ko'radi. Bularni hammasini Alloh taolo oldindan taqdirda yozib qo'ygan. Val qadari khayrihi va sharrihi min Alloh taala. Yaxshi taqdir bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham biz tasdiq qilib Alloh taolodan deb bilamiz. Yana kutubi va kutubihi degan joyi bor. Alloh taolo
mana shu Odam alayhissalomdan to Muhammad alayhissalomgacha yer yuziga yuborilgan payg'ambarlarga o'zini ilohiy kitoblarini bergan. Bu kitoblarning ichida eng mashhurlari 4 ta. Bo'lmasa 100 dan ortiq kitoblar va sahifalarni payg'ambarlarga yuborib, shu ummatlaringga yetkazinglar. Meni buyruqlarimni yetkazinglar. Nima qilishlari kerak? Ularni zimmasida qanday vazifalar bor deb Alloh subhanahu va taolo mana Musa alayhissalomga Tavrot kitobini yubordi. Davud alayhissalomga Zabur kitobini yubordi. Iso alayhissalomga Injil degan kitobini yubordi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga mana bu Qur'oni Karimni yubordi. Yuborganda ham ularga kitob shaklida tushgan bo'lsa, janob payg'ambarimiz alayhissalomga Jabroil alayhissalom orqali og'zaki vahiylar orqali Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Jabroil alayhissalom Alloh taolodan buyruqni olgandan keyin mana shu oyatni yetkazgin deganda kelib janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib har bir oyatni, har bir surani janob payg'ambarimiz alayhissalomga og'zaki aytib turganlar, ular bir martada yodlab oldi. Alloh taoloning qudrati bilan janob payg'ambarimiz alayhissalom bir madrasada o'qib, yozish, chizishni, o'qishni bilmasalarda mo'jiza qilib Alloh taolo o'sha o'qib bilmay turib, harflarni bilmay turib eshitgan oyat, hadislarni yoddan bilganlar. Hech kim janob payg'ambarimizchalik Qur'oni Karimni yod bilmagan va hadis shariflarni mana 10 mingdan ortiq hadislarni aytgan bo'lsalar, shularning hammasini yod bilganlar. Shuning uchun iymon deganda nimaligini men qisqacha aytyapman, qisqartirib aytyapman. Val qadari xayrihi va sharrihi dedik, ya'ni taqdirni ham Alloh taolo bandalarga yaxshiliklarni ham bo'lishini, qanday yomonliklar va sinovlar bo'lishini ham insonni taqdiriga Alloh taolo yozib qo'ygan. Val ba'si ba'dal maut. Hamma insonlar vafot etib to qiyomatgacha dunyoga kelib yashab vafot etadimi? Endi shu bilan vafot etib qaytib dunyoga keladimi, yo'qmi desa, val ba'si ba'dal maut. Vafot etgandan keyin qiyomat kuni ana shu murdalar, vafot etganlar hammalari qaytadan tirilib chiqadi. Tirik holda chiqib, ana undan keyin hisob kitob, qiyomat boshlanadi. Mana shu narsalarni albatta mo'min musulmon bandasi bilib qo'yish kerak. Xudoga beadad shukr, hozir ona tilimizda diniy kitoblar nashr qilinyapti. O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan, nashriyotlar tomonidan har bir Qur'onni tarjimasidan tortib, hadis shariflar, fiqhiy masalalar, boshqa hamma sohadagi yozilgan kitoblarni mana Xudoga beadad shukr nashr qilinib xalqimizga yetkazilyapti. Mana shu adabiyotlardan o'qib hayotga tatbiq qilishga harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana shu ishlarimizda o'zi madadkor bo'lsin, bardavom aylasin, bilmaganlarimizni o'qib, eshitib, bilganlardan so'rab, shularga amal qilib borishni Alloh subhanahu va taolo barcha musulmonlarimizga nasibu ro'zi aylagan bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.